Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz hech tush ko'rganmisizki, unda eringiz sizni aldayapti yoki boshqa ayol bilan birga? Bu juda og'ir va bezovta qiluvchi tush bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bunday tushdan keyin qo'rquv, shubha yoki hatto ranjish his qiladi. Lekin savol tugiladi. Bu tush haqiqatdan dalolat beradimi yoki boshqa ma'noga egami? Islomiy tush ta'birlariga ko'ra, tushlar har doim ham to'g'ridan-to'g'ri ma'noni bermaydi. Mashhur olim Ibn Sirin aytganidek, tushlar ko'pincha ramziy bo'ladi va insonning ichki holatini aks ettiradi. Tushda erining xiyonatini ko'rish ko'pincha real hayotdagi xiyonatni anglatmaydi. Aksincha, bu tush ayolning ichki qo'rquvlari, ishonchsizlik yoki o'ziga bo'lgan ishonch yetishmasligini bildirishi mumkin. Agar ayol o'zini yetarli darajada qadrlanmayotgandek his qilsa yoki erining e'tiboridan norozi bo'lsa, bu holat tushlarda shu tarzda namoyon bo'ladi. Agar tushda eringiz boshqa ayol bilan yashirincha uchrashayotgan bo'lsa, bu sizning ichingizdagi shubhalar yoki rashk hissining kuchayganini ko'rsatadi. Bu har doim ham haqiqat emas, balki qalbdagi xavotirning aksidir. Agar tushda siz eringizni xiyonat ustida ushlab olsangiz, bu sizning haqiqatni bilishga bo'lgan kuchli istagingizni anglatadi. Siz ichingizda nimadandir shubhalanyapsiz yoki nimanidir aniqlamoqchisiz. Ibn Siringa ko'ra, agar ayol tushida erining xiyonatini ko'rsa, bu ko'pincha ularning o'rtasidagi bog'liqlik kuchli ekanini ham bildirishi mumkin. Ya'ni, qo'rquv qanchalik kuchli bo'lsa, muhabbat ham shunchalik kuchli bo'ladi. Agar tush davomida siz yiglasangiz yoki juda xafa bo'lsangiz, bu ichingizdagi bosim va yigilib qolgan his-tuyg'ular tashqariga chiqayotganini bildiradi. Bunday tushlar ba'zida ruhiy yengillik ham beradi. Agar eringiz tushda sizdan uzoqlashib ketsa yoki sizni tashlab ketsa, bu sizning yo'qotishdan qo'rqayotganingizni anglatadi. Bu sevgi bilan bog'liq tabiiy hisdir. Shuni unutmaslik kerakki, tushlar bu qalb oynasi. Ular bizga ichki dunyomiz haqida signal beradi. Har bir tushni to'g'ri tushunish uchun inson o'z hayotiga, his-tuyg'ulariga va atrofidagi vaziyatlarga e'tibor berish kerak. Agar siz tez-tez shunday tushlar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun bir signal bo'lishi mumkin. Balki sizga eringiz bilan ochiq gaplashish, hislaringizni bildirish yoki munosabatlarni mustahkamlash kerakdir. Aziz do'stlar, har bir tush qo'rqinchli bo'lsa ham, u har doim yomonlik belgisi emas. Ba'zan u sizni ogohlantiradi, ba'zan esa o'zingizni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Agar siz ham shunga o'xshash tush ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Sizning tushlaringizni ham birgalikda tahlil qilamiz. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali tush ta'birlari kutmoqda. Assalomu alaykum va rahmat.